Diqqat aholi uchun hozirgina muhim xabar tarqaldi. O'zgidromet e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib, xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Qish qanday kelishi mutaxassis prognozlarni ma'lum qildi. Oktyabr oyi juda quruq o'tishi oydinlashmoqda. Bu haqida iqlimshunos olim Erkin Abdullaxatov ma'lum qildi, deyiladi xabarda. Mutaxassisning aytishicha, oktyabr yerga tabiiy ravishda namlik tushishi kerak. O'zi shundoq ham yilimiz juda quruq keldi. Nam havo oqimlari quvvati bu yil juda kam. Shunaqa yildamiz. Vaziyat ko'rib turganingizdek yaxshi emas. Asosiy qishloq xo'jalik ekin maydonlari, yaylovlarimizda holat yomon. Ayniqsa lalmi yerlar namliksiz qishga kirib boradigan bo'lib turibdi. Qishloq xo'jalik yerlarida oy davomida oylik yog'inning 50-80% yog'ishi oydinlashyapti. Bunaqa issiq va quruq oylar ketidan joriy oktabrda me'yor atrofida yog'ishi kerak bo'lgan yog'in ham aslida kam, dedi Erkin Abdullaxatov. Olimning gidrometeorologik tahlillarga ko'ra qish quruq keladi. Uzoq muddatli prognozlarni agar Tinch okeani markazidagi suv haroratining sovishi, ya'ni La Niña hodisasi belgilasak, qishimiz ham quruq. Fevral va martimizda esa issiq kunlar ortidan yana sovuq kelishi barqaror vegetatsiya davriga qishloq xo'jaligining og'ir ahvolga kirishini ta'minlaydi, dedi u. Erkin Abdullaxatovning ta'kidlashicha, 2026-yil qishloq xo'jalik tarmog'ida og'ir sinovli davr bo'lishi mumkin. Avvalroq O'zgidromet kuzning 2-oyida ob-havo qanday bo'lishi prognoz qilgan edi. Kutilmalarga ko'ra, oktabrda o'rtacha oylik havo harorati sentyabrga nisbatan 6-7 daraja, respublika shimolida 8-9 darajagacha past bo'ladi, deyiladi xabarda.